Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, mijozlar, qiziquvchilar, tashabbuskorlar. Mana sizlar bilan o'tgan safar boshlagan O'zbekiston iqlim sharoitida limon yetishtirish texnologiyasi mavzusidagi darsligimizni davom ettiramiz. Bugungi darsligimizda o'sha Turonbank aksiyadorlik tijorat banki bilan hamkorlikda demak ushbu darsliklarni olib bormoqdamiz. Ushbu darsligimizni, ikkinchi darsligimizni mavzusi O'zbekiston iqlim sharoitida limonni yetishtirish usullari bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Limon o'simligi doimiy yashil o'simlik bo'lganligini inobatga olib, O'zbekiston iqlim sharoitida asosan issiqxonalarda parvarish qilinadi. Sababi limon o'simligini eng bitta salbiy tarafi bu ham bo'lsa, uni sovuqqa chidamsizligi hisoblanadi. Endi limon o'simligi O'zbekiston iqlim sharoitida asosan 3 xil usulda parvarish qilinadi. Bu ham bo'lsa xandaq, parnik hamda teplitsa sharoitlarida yetishtiriladi. Parnik sharoiti bu O'zbekistonda eng keng tarqalgan usul bo'lib, bu yer ustiga demak metal konstruksiyalar orqali barpo qilingan demak metal konstruksiyalarni plyonka bilan yopish orqali isitish sistemasini ulangan holatda limon yetishtirishga bu parnik usuli deb ataladi. Endi ikkinchi usulimiz, bu ham bo'lsa keng tarqalgan, bu xandaq usuli. Xandaq usuli 1910-1915 yillarda O'zbekistonga kirib kelgan hamda bu ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan keng o'rganilib, keyin ishlab chiqarishga joriy qilingan. Xandaq usulida yetishtirish bu demak yerni sathidan yerni chuqurligini 2 metr chuqurlikda qazib, enini 3 metr kenglikda olib, uzunligini 10 metr, 50 metr yo 100 metr uzunlikda qilib limonni yetishtirish texnologiyasi bu xandaq bo'ladi. Xandaq usulida limon yetishtirish ijobiy tarafi bu hech qanday isitish sistemasiz biz bu xandaq usulida limon yetishtirishimiz mumkin. Bu iqlim sharoiti qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston iqlim sharoitida bu shimoliy region bo'ladimi yo janubiy region bo'ladimi, farqi yo'q. Xandaq usuli bu o'simligimizni to'liq sovuqdan himoya qilib bera oladigan moslama desak to'g'ri bo'ladi. Endi bu xandaqni biza o'sha yer osti suvlari 2 metrdan chuqur bo'lgan tuproq iqlim sharoitlarida barpo qilamiz. Endi ayrim hududlarimizda demak yer osti suvlari 2 metrdan yaqin joylashgan hududlarimiz bor. Ushbu hududlarda biza yarim xandaq usulidan foydalanamiz. Yarim xandaq usulimiz yer sathidan 1 metr chuqurlikda xandaq qaziladi hamda ikki tomoni yana 1 metr ko'tariladi. Shuni hisobiga bu xandaqimiz 1 metr yerdan ko'tarilganini inobatga olib, bu yarim xandaq usuli hisoblanadi. Ushbu yarim xandaq usulida ham biza limon o'simligini to'liq o'sha sovuqdan himoyalangan holatda parvarish qilishimiz mumkin. Endi buni xandaq usulini ijobiy tarafi bu isitish sistemasiz biz xandaq usulida yetishtiramiz, parvarish qilamiz limonlarni. Endi buni salbiy tarafi bu ekish sxemasi bilan bog'liq. Bir qator ekilishi inobatga olib turib, gektar hisobida olganimizda, demak tub soni kamroq ketadi. Shuni hisobga olib turib, biza hosilni mo'ljalligidan ko'p ola olmaymiz. Ya'ni 1 gektar xandaqdan biza 30-32 tonna hosil olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu xandaq usuli hamda yarim xandaq usullari shaxsiy tomorqalarda, kichkina maydonlarda barpo qilish uchun o'ta mos keladi. Bundan tashqari bizani O'zbekiston iqlim sharoitimizda shimoliy regionlarimizda bu juda ham katta yaxshi natijalar beradi. Ikkinchi demak usulimiz bu parnik usuli. Parnik usuli bu demak metal konstruksiyalarni yerni ustiga qurish hamda ustini plyonka bilan o'rash orqali amalga oshiriladi.
bunda ham albatta isitish sistemasini qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha limonni o'zini me'yoriy issiqligini saqlab berish kerak bo'ladi. Endi hozirda Turonbank aksionerlik tijorat banki bilan hamkorlikda hozir butun viloyatlarda parnik usulini yangi tipda, ya'ni yangi tipda mahalliy konstruksiya orqali barpo qilish yo'lga qo'yilgan. Bunda biza demak shimoliy regionlarga qisman isitish sistemasini ulash orqali, ya'ni isitishni ulash orqali limonlarni parvarish qilsak, janubiy, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida isitish sistemasiga ulamasdan ikki qavat plyonka qilish orqali, ya'ni termos usulini qo'llash orqali ham limonlarni qishki sovuqlardan saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi uchinchi usul bu teplitsa usuli hisoblanadi. Teplitsa usuli yer ustiga qurilgan konstruksiya bo'lib, uni ustki qismi hamda yon taraflari hammasi oyna bilan o'ralgan bo'ladi. Bu teplitsa usuli bo'ladi. Teplitsa usulini ijobiy tarafi tub soni ko'p ketadi gektariga. Gektardan ko'taradigan demak hosildorligimiz yuqori, 80 tonnadan 120 tonnagacha hosil olishimiz mumkin bo'ladi. Faqat salbiy tarafi bu konstruksiyani o'ta qimmatligi. O'sha yuqoridagilarni inobatga olib turib, O'zbekiston iqlim sharoitida asosan demak xandaq, parnik hamda teplitsa sharoitlari keng joriy etilgan, ilmiy asoslangan hamda bu bo'yicha juda ham ko'p tavsiyanomalar, qo'lyozmalar hamda tarqatma materiallar tayyorlangan. Shu jumladan mana Turonbank bilan hamkorlikda juda ham ko'p mana shunga o'xshash mana tavsiyanomalarimiz chiqqan. Mana yana qo'shimcha mana bu tavsiyanomalarimiz bor. Bu tavsiyanomalarimizda hammasini biz hozir Turonbank bilan birgalikda ishlab chiqib, o'sha har bitta ixtisoslashgan tumanlarga ushbu tavsiyanomalarni tashabbuskorlar uchun 100 donadan tekinga tarqatish tizimini joriy etganmiz. Hozirgi kunda aynan mana shu tizim amalga oshirilmoqda. Bu ayniqsa bizga pandemiya paytida juda ham qo'l keldi. Sababi seminar konferensiyalarni onlayn tizimida olib borishga to'g'ri kelganligi inobatga olib, biz tashabbuskorlarga bularni demak pochta orqali har bitta hududga 100 donadan yetkazib berish orqali demak tashabbuskorlarni berayotgan savollariga javoblarni yetkazib berishga harakat qildik. Mana bu sizlar bilan bugungi ikkinchi darsimiz bo'ldi. Ushbu darsliklarni da demak tayyorlashda eshitgan mavzularingizda qandaydir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bizga uyushmani filiallar, viloyatlardagi filiallariga yoki bo'lmasam Turonbankni viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan filiallari orqali murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.